Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari va kanalimiz obunachilari. Bugun 21-mart 2025-yil sanasi bilan korxonamizdan ishlab chiqarilayotgan pena bloklarimizni razmerlari, turlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bizning manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani Ko'kgumbazda ishlab chiqarilyapti. Demak, bizda перегородка, tumbali, latokli va standart g'ishtlarimiz ishlab chiqariladi. Asosan demak ushbu g'ishtlarimiz 350 markada doimiy ishlab chiqariladi. Demak, mahsulotlarimiz tarkibini ham aytib o'taman. Penamiz indiskiy granula deyiladi. Eng sifatli o'sha penalardan foydalangan holatda ishlab chiqaramiz. Mahsulotimiz demak 450 markali Jizzax Waxing sement va Buxoroning eng sifatli gipslaridan ishlab chiqaramiz. G6 markali gipslardan ishlab chiqaramiz. Sifati o'ta a'lo darajada bo'ladi, qattiq bo'ladi, qo'l kiradigan yomon blok bo'lmaydi. Juda ham sifati zo'r. Demak, перегородка g'ishimizga to'xtab o'tamiz. Razmeri 12, 30, 60 sm bo'ladi. Og'irligi 8 kg, narxi 8000 so'm joyida. Yuklab berish ichida bo'ladi. Demak, tumbali blogimiz latokli. Demak, standart g'ishimizni narxlari 11500 so'mni tashkil qilyapti, joyida yuklab beriladi. Razmerlari 20, 30, 60 uchalasini ham. Endi beton quyish uchun tumbali blogimizda teshik razmeri uyni burchak qismlariga asosan qo'yiladi, 20 ga 20 sm. Latokli bloklarimiz demak uyni ko'targanda eng oxirgi qatordan tepadan qo'yiladi, beton quyadi, ya'ni sesma quyish uchun. Teshik razmeri 15 sm ga 20 sm ni tashkil qiladi. Og'irligi 6 kg, tumbali g'ishimizda og'irligi 10 kg. Standart g'ishimizni demak razmeri 20, 30, 60, og'irligi 12,5 kg. Narxi 11500 so'mni tashkil qilyapti. Ushbu g'ishlarimiz demak 350 markali. Har bitta demak donasida kamida 1 kilodan sementi bo'ladi, qo'shiladi. Bundan tashqari buyurtma asosida demak 400 markali pena bloklarni ham ishlab chiqaramiz. Razmerlari 20, 30, 60, og'irligi 14 kg, bahosi, narxi 13500 so'mni tashkil qilyapti. Demak, ushbu ishimiz faqat buyurtma asosida ishlab chiqariladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Ishlarimizni sifatiga javob beramiz. Doimiy ishlab chiqarish joyi doimiy bizda o'zgarmaydi. Yil 12 oy ishlab chiqaramiz, g'ishtlar bo'ladi bizda. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, demak ma'lumotlar ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang. G'allaorol pena blok eng sifatlisini taklif qiladi.